أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري. Biz yuqorida shafiy uyni satgan shirka qo'shnisi qarta da'vo açsın buldu degan. Vel shafiy an yuqasimal bay'. Shunama qanday ahvolda uy texi qo'lida bo'lgan bo'lsa, setib oluvchiga yetkishiga topshirib bergan bo'lsa, qo'shnisiga shirkiga qarta, ya'ni satquchiga qarta da'vo açsın buldu degan. Hamda satquchi qarta da'vo açgan chaqda dalil isbotini keltirdi deb da'voni so'rash jarayonida uyni setib olgan ayat kishi shu so'rinda bo'lish lozim. Nima uchun? Chunki hozir biz kimning mulkini u ham qilib o'tmoqchi, mushtariyning mulkini u ham qilib o'tmoqchi. Shunga o'zi turish lozim shu yerda. Thumma yafsakhul bay'a andan qo'shnisi shirik bo'lgan bay'a bilan mushtari uyni setib olgan kishining o'ttiriki birinchi savdoni buzutdi. وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَى الْبَائِعِ. Ondan bu savdodan kelib chiqadigan mas'uliyat hammani satquchining bo'yniga yuklaydi deydi. Al-uhda degan bu ahdidan chiqqan fu'la vazniki bir so'z. Qasam, hujjat, so'zni turish degandek ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bu yer maqsad qilgani og'chi bilan satquchining o'tirib qanday bir mushkil chiqib qolsa, kimga qaytdi? Biz kimni tutdik? Uyni satgan kishini. Mushu ahvolda satquchini tutmas. Agar biz mushtariga qarta da'vo ochgan bo'lsak, mushtari bilan tutishgan bo'lsak, shu shepilik bilan bizga pasa kim tutmas ekan, mushtariga istimiz. Biz hozir bir savdo qildik. Bu savdo nimadan iborat? Qo'shnim ya shirkim men shipik qilgan narsa yatadan setibdi. Men qo'shnim ya shirkim qarta da'vo ochdim va shu setilgan uyni men shepilik bilan oldim. Bir savdo oldimi? Bu aslida yatadamning mulkiga aylanib bo'lganmi bu? Ma yatadam bilan so'zlashib olgandek bo'lishi kerak aslida. Kimning mulkini oldim? Yatadamning, mushtariyning. Undan keyin bu savdoda keyinchandi. Bir savdo qilgandan keyin bir basharliqlari chiqdi-ku. Mening aybi bor ekan, men unda ekan deb yoki u uyning boshqa yerdan bir igisi chiqib qoladi. Uymining deydigan. Bundan mushkil chiqsa biz kimni tuta oldik? Mushtariyni tutdik odatda. Mushtari bizga satgan bo'lg'achqa. Lekin bu o'yini qo'lda tutib turgan kishi bay'a bo'lg'achqa, qo'shnimiz bo'lg'achqa, tek mushtariga topshirib bermagan bo'lg'achqa, biz qo'shnimizga, shirikimizga qarata da'vo ochgan bo'lg'achqa, misha biz bay'a bilan tutishib, sotni yengib, haqqimizni oldik desak, mush savdoninki mas'uliyati bay'aga yuklandi. Bundan keyin biz qilgan savdodan bir chataq chiqib qolsa, darhol biz kim tunaymiz? Bay'ani tunaymiz. Qo'lni tunaydi. Bu joy mushtariga islosak bo'lmaydi. Kimga da'vo ochgan bo'lsa shuni. Kimga da'vo ochib, shunning og'indek bo'ldi hozir. Asli mushtaridan oldik uni. Mushtarining mulki bizning mulkimizga kirdi. Bu mushtariga bay'atdan burun kirib bo'lgan, qo'lga topshirib olmagan bo'lsa-mu garchi. Lekin uyni tutib turgan bo'lg'achqa biz andilan topshirib olgandan keyin xuddi shu bay'atdan setib olgandeklar bo'ldik deydi. Ashuna muomala qilamiz. Ham shu uhda degani shafi bilan uyni satquchi o'ttirda qanday bir masala ko'rilsa, bosh og'riq ko'rilsa, mas'uliyat faloniga bo'ldi deganni ko'rsatgan so'z. Li'annal yada lil ba'i. Chunki bu yerda uyni qo'lda tutib turgan kishi satquchi, ya'ni qo'shnim yoki shirikim. Vel milke lil mushtari. Lekin u uyning igdorchiligi kimning qo'lida? Setib oluvchining, yat odamning qo'lida. Vel qadi yaqdi biha lish-shafi'i. Endi qazo xonim mujdavani so'rab, bu uyni shafiga buyurib berib hukm qiladi. Fa yushtaratu hudurahuma. Shunga mushtarining kelishi lozim dedik, bay'aning shu so'rin kelishi lozim dedik. İkili ise şu sorunu buluş lazım. Birisi şu mebiyanı kulda tuttuğun kişi, birisi şu mebiyanın ilgisi.
Bixilafi ma ba'dal qabd. Amma uyni topshirib bo'lgan bo'lsa, mushtariga topshirsa baya. Bu ahvolda baya bilan munosabatimiz yo'q. Bayani hech qanday mas'uliyat yo'q. Baya o'zining yo'liga ketaverdi. Bu chaqda bu so'ron kamsin bo'ldi. Li'annal bai'a kal ajnabi. Chunki bu ahvolda, ya'ni uyni setib mushtarining qo'liga topshirayotgan ahvolda sotuvchi yat odamga o'xshash. Bu savdolar hech qanday da'vo bilan munosabat yo'q odamga aylandi. Fa idza akhadhaha min al-ba'i'i shunga yuqorqi ahvoldanda uyni topshirib bermay biz uyni tutgan qo'shnimiz va shirkimizga qarata da'vo ochgan ahvolda shepilik haqqi bilan uyni qazoqni bizga hukm qilib bersa biz ilib olsak ahvol nimadan iborat bo'ldi? Tatahawwalu safaqatu bi'ad soda bundan o'rilib ketdi dedi. Va yasiru nimaga aylandi? Ka'anna ash-shafi'a ishtaraha min al-ba'. Shafi qo'shnisi shirki bo'lgan bay'adan sotib olgandek bo'ldi. Ikkalani o'tirib soda bo'lgandek. Amaliyotda soda mushtari bilan shafining o'tirib bo'ldi. Lekin biz qo'ldan qo'lga topshirilish qarablam ham da'vo kimning ustida ochildi shuni qarab turiblam bai' shafiga satqandek muomala qilamiz. Falihada takunu al-uhdatu alayh. Mush sababdan so'dining mas'uliyati keyingi kelib chiqadigan mas'uliyat bai'ning bo'ynida bo'ladi. Biz qanday chadaq chiqib qolsa keyin bai'ga istolaymiz dedi. Masalan, shu uyni keyincha biz shafiliklar bo'ldik shunami? Bo'lsak uyni qo'shnimning akisi ya singlisi birisi mening uyim bu miras bo'lgan chaqda mana qaga uymavi. Akamning haqqi yo'q. Bu satsimi o'zining emas deb tortib olishi mumkin. Tortib olganiga qanday qilamiz? Kimga islamas? Bayaga islan gap. Uyning bir chataq chiqdimisan. Uyning tigida dido ekan. Endi uy chiqdi-ku. Ya uyda boshqa bir kashilib ekan. Siz keyin qachida xiyarul aybiyat dedi-ku. Ayb voqea ma'noda landirib berishga shu bayaga landirib bermas. Shunda har turli mas'uliyatlar bo'ldi. Shu chaqda biz bayani tunaymiz, mas'uliyat shuning gardini bo'ldi. Chunki bu mana sotqichiga o'xshashdan bo'ldi. Walau akhadhaha min al-mushtari ba'da al-qabd. Amma uyni mushtariga topshirib birib bo'lib, men shapilikga talab qilib mushtaridan davolashib olgan bo'lsam-chi, mushtaridan davolashib oldim yoki mushtari o'zi asl shapikalli bo'ldi, sizlar menga berdi deylar. Shunda ahvolda fal uhdatu alayhi, ya'ni alal mushtari li'annahu tamma milkuhu bil qabd. Chunki uning mulki 100% tamom bo'lib ketdi. Savdo qilib oldi, qulig'ini topshirib olib bo'ldi. Bayaning hech qanday munosabat qolmadi. Qala wa lish-shafi'i an yukhasima wa in lam yuhdir ath-thamana fa idha qudiya lahu lazimahu ihdaruhu wa qad taqaddama al-kalam fihi. Ma takrar qilingan gap. Biz buni bayon qilib bo'ldik, ama qala wal wakilu bish-shira'i khasmun fi ash-shuf'ati hatta yusallimahu ila al-muwakkili. An bir uyni vakalat orqali setib oldi. Setib olgandan keyin bu uyninki qo'shnisi shapilik haqqi talab qildi. Vakil mishada al-vakil bish-shira degani vakilul mushtari. Mushtari muvakkil, uning advokati yoki odami vakil bo'ldi. Ana biz shapilik haqqi talab qilgan vaqtimizda davoni mushtariga qarta asaqmi bo'ldi? Advokati qarta asaqmi bo'ldi? Falanaxun men shapi qildigan uyni qo'shnimdan yo shirkimdan setib olibdi deb. Vakil setib oldi-ku? Vakil setib oldi. Garchi uni muvakkili bo'lgan mushtariga setib olgan bo'lsa-mu, lekin savdo qilib, imzo qilib, pul to'lab ishni qilgan odam shu advokat. Nahotki biz advokat qarshi asaq bo'ldi davomida. Hatta yusallimahu ilal muvakkil. Taki mushtarining advokati yoki vakili uyni topshirib berib, shu uyni qo'ldan chiqarib muvakkilga topshirib berib o'tganga qadar biz davoni advokatga vakil qarshi ocha olamiz. Muvakkil ya'ni mushtari. Lianna huquqal aqdi tarji'u ila al-vakil ala ma ya'ti fi al-wakala. Biz vakalat babida inshaalloh o'qiymiz buni.
bayon qilamiz. Mushu to'xtamga tava ba'zi haq-huquqlar vakilga qaytadi deb o'qiymiz buni deydi. Faqat lam nikah ishlarida ba'zi bir ishlarda qaytmaydi. Huququl aqd degan nima? Huququl aqd degan pulni topshirib berish, pulni topshirib elish, tovarni topshirib berish, tovarni topshirib elish, ayib bilan yondirib berish. Mushu huququl aqd. Bir to'xtamlashdiq, to'xtamga ergishib keladigan haq-huquqlar degan gap. Davonki mushu so'z-setiq doirasida hamma ish demasa, so'z-setiq doirasida to'xtamga tava haq-huquqlarni vakil qilishga haqli. Lekin nikoh ishlaricha unda farqlar. U muvakkilga olgan xotinni u topshirib ketolmaydi. Vakil topshirib ketolmaydi. Vakilga topshirib bermaymiz uni. Igisi kelib topshirib ketadi. Ammo so'z-setiq narsa bo'lsa, muvakkillar pulni berdim-ku, ekaslar molni deb ketaveradi. Ayib chiqib qolsa, ayib vakilni yondiradi. Yo'q, muvakkilning kasin deb tura olmaydi. Va shuf'atu min huquqil aqd. Yani shuf'amu mush to'xtamga chetishlik tava bo'lib keldigan haq-huquqlarning birisi. Ash uyni setib olgan, sodiga ergishib keldigan huquq. Ash uyni kim setib oldi? Vakil. Vakil setib olgan kim? Ash bir sodi qildigan, sodiga ergishib keldigan ishlarning jumlasidan boshqa bir aylan shebilik talab qilish haqqi bordi. Bu kelib chiqdi. Undan keyin min tawabi'al aqd bo'lg'achqa, sodini qilgan kishi mushu vakil bo'lg'achqa, u kelib chiqadigan, ergishib keladigan huquqlardan mas'uliyat yoki huquq bo'lishi shu vakil bo'ladi. Undan keyin biz kimga qarshi da'vo etsak bo'ldigan, vakilga qarshi da'vo etsak bo'lardi. Chunki bu shebilikmi min huquqil aqd. Sen bir sodi qildingmi? Qildim. Undan keyin mening haqqimni olyapsan. Sen olgan uy mening haqqim. Men olaman deb aning qarta da'vo achalaydi. Fa iza sallamaha ila al-muwakkili, amma bu vakil uyni elib muvakkil bo'lgan mushtariga topshirib bo'lsa, lam yabqa lahu yadun. U uyni tutib turgan bo'lmaydi, qo'lida uy yo'q. Wala milkun, igisi emas. Fayasirul muvakkilu al-khasma. Natijada mushtari, muvakkil bizning da'vo qilgan raqibimizga aylandi. Biz tutishgan raqibimizga aylandi, javobgarga aylandi. Ya'ni fayasirul muvakkilu khasman. Wa 'ala ash-shafi'i mithlu ath-thamani in kana mathliya. Endi bizga qazo xunim o'yini buyurib berdi. Bayi bilan tutishdik, yoki mushtari bilan tutishdik, yoki vakil mushtari bilan tutishdik. Yoki tutishmasakmi, mushtari o'zini bilib, sizning haqlaringiz zodi asla deb bildirdi. Aw akhadahu min al-mushtari aw hakama bil hakim dediqo. Ikki xil ahvolda nim bilan oladan shepi to'laydigan pul nima? Qanchalik pul to'laydi? Misla saman. Biriqi shirkim qo'shnan bilan sodlashgan mushtarining sodisida nech pul baho bekitilgan bo'lsa, shu bahoning o'xshishini berdi. Shu baho misli nasldan bo'lib qolsa. Misliyani bizning degan to'q imtihon chiqdi. O'xshi topiladigan narsalar. Masalan, shu uyni nimaga sotib oldingiz? Dollar. Yangi sotib oldingiz, o'xshi topiladi. Yoki falon markalik bir mashina, bo'mu mashinaga sotib oldingiz, misli topiladi. Yoki 5 tonna buğday berib olgansiz, 5 tonna buğday misli topiladi. 1,5 kilo oltin misli topiladi. Misli olsa o'xshini berish lozim. Va illa misli bo'lmay bazada ya sirtda unda o'xshini topqili bo'lmaydigan narsaga olgan bo'lsa, shuning qimmatini berdi. Qiyamiyatni nimda o'xshi topilmaydigan narsa. Undan keyin tarixiy masalan shamshardan birsiga setib olgan desa, bizda uni o'xshini birilsak tarixiy shamshar yo'q. Ama nech pullik shamshardo bu deb bahasini asarat eksiga baholtib baqsaq, manch pullik desa shu pulni beramiz. Yoki masalan musobaqa qatnashtirgan isl bir arg'amoq, paloni nasldan bo'lgan arg'amoq dedi. Necha million oldigan arg'amoq. Hayvonda zodi o'xshini bekitib olmaydi. Al-hayvan min al-qiyamiyat.
misliyat emas. Bir atga hargiz o'xshamaydi. Undan keyin shu atninki qimmatini bekitib, shepi shu pulni bersa, uy shuning bo'ldi. لأن القاضي حكم بالملك له بالعقد الأول. Çünkü qazo xunum aşılı qilishgan birinchi sodida shu bahani bekitdi, shu sodi bilan ega bo'ldi. Shu baha bilan hukm qilgan bo'ldi. Birinchi qatam igidorchilikning yutkilishi bilan shepilik haqida ma'noga bekitib o'tgan. Undan keyin shu igidorchilik o'tkazishda necha pulga o'tkazgan? Mancha pulga. Qanday bo'lsa, necha pulga, qanday narsaga deyishgan, azam bo'lsin, qimmat bo'lsin. Nimaga deyishgan shuning o'zi yoki qimmati. Fajibu alayhi ma wajaba bil aqd al awwal. Shunga shepining gardinga vojib bo'lgani, berish kerak bo'lgani birinchi to'xtamda necha pul deyishgan bo'lsa, shuncha pul berishi lozim. Shundaqla, yani qistirib qo'ydig'imiz, agar birinchi savdo nisi savdo bo'lgan bo'lsa-mo, shafi olganchada qanday naq ilish lozim. Naq ilish lozim. Bu-mo, mana nisi berma demaydi. Yani bir mazhabning qarashida. Shunga masalan 2 yilda berishga deyishgan bo'lsa, qanday qiladi? Ya pulni gach naq berib oladi, yoki 2 yilni o'tkazib andan oladi. Çünkü bu 2 yildan keyin pulni tayyorlay olmayman dedi-ku. 2 yildan keyin pulni berma deganki, sen pulni taq qilgancha shu chaq da'vo ochib ol buni deymiz. Çünkü İmam Abu Hanifa rahmetullahining nazarida da'voni qachon assa bo'ladi dedi-ku. Talab taqrir, talab muhasabani qo'ygandan keyin la tasqutu bit ta'khir dedi. Tafsir qimmat vasitdan bo'lsa men o'xshab bozorda shubhani berdi. Shubhada naqaladi. Ya, Hanefi mezhepten mi? Nak aladı onu. İmam Zufar ve Şafii Malik'le şu nesi satkan boğaz, nesi asıl oldu diyor. Hanefi mezhepte ashabının karşı, Zufar'dan başka imamlarımız nesi satkan boğazı mı nak aladı o. Ya ki pul tayarlayanmay kalan boğazsa, pul tayarlayan çağda, tayyar boğan çağda andına şepilik hakkımda alımaya edip davanı içip şu çağda aladı o diyor. Ya bunun bu karışık karta özünün bir tahlilleri var. Lakin bu kitapta bayan kılmada kıstırıp koyduk yani. Ve in iştara zimmiyun daran bi khamrin ev khinzirin ehli zimmeden birisi bir öyne aptı. Bəgən pulu araqdan ibarətken, ya ki çöşküdə ibarətken. Yani bu araq, çöşkülər kapırlarının faizi boyunca özü ara mal mülk hesabında muamele kıldı dedik o. Ve şefi'u zimmiyun, şefi mi zimmiyken? İki taraf zimmi yazır. El-ba'i' ve şefi'. Şimdi Kazak'ın şefi'yi buyurpadı. Bu nimbila alıdı oyuna. Ahadaha bimithil khamri. Qancha haraqqa deyishgan bo'lsa, shunda turdiki, shunda miqdordagi haraqqa alıdı. Bir tonna viski degan bo'lsa, shuni bir donga. Li'annahu mithliyun. Çünkü ona misli tepiladigan, o'qish tepiladigan narsa. Çünkü haraqlanmanda o'qish tepilmaydiganlar bo'lishi mumkin. 200 yil bo'lgan haraq deydigan masalanda dunyoda 200 yil bo'lgan haraq topilmasa, bu nima bo'ldi? Qiyamiyat bo'ldi. Ma'lumda shu bazar sitvoqil bo'lgan haraq. Wa qimatul khinzir, khinzir min al-hayvanat. Endi hayvonatni bizda min al-qiyamiyat, misliyat emas. Bir hayvan bir hayvonga o'xshamaydi. Li'annahu laysa bimithli. Chunki u misliyat emas. Nonki mush sodadir. Zimmi sodini haraq yoki cho'shqiga qilibdi. Ay sodada pulni mushtariga to'labdi. Yani bunun o'ttirda bo'lgan soda to'g'ri bo'ldi. Mush pul hisoblandi deb sodaning to'g'riligiga biz hukm qilamiz. Yani bu zimmi shepilik talab qilgan ekan, to'g'ri bir sodadagi baho, undan keyin shepimo qachbadaldi. Biz to'g'ri bo'lgan sodadagi to'g'ri baho degan narsa shuni oladi. Va in kana musliman, agar shepi musulmon bo'lsa, akhadaha biqimati kulli wahidin minhuma. Her ikisininki qimmatini to'laydi. Asharaq, masalan 1 tonna araq qolgan bo'lsa, nech pul bo'lsa, shuning qimmati shuni to'laydi.
cho'shqidan bo'lsa 100 ga deb olgan bo'lsa 100 cho'shqining bahasini ichib ol, uni to'laydi. Lekin buning bahasini qanday bo'ladi musulmonlar? Ya bu zimmining gibi ishengil bo'lmasa, ulamolar buning bahasini qanday bilamiz degan masalada, aroqning va cho'shqining bahasini bilishning yo'li musulmon bo'lgan zimmidan birsidan so'raymiz. Biz Rasulullohning vaqalaridan olmasdan Yahudiylarning ishlarini Abdullah ibn Salamdan so'raydi Rasululloh. Yoki tavba qilib taat yo'liga mangan fasiqdan so'raymiz. Yani burun fasiqda aroq sharab ichadigan, ma'siyatni qilaydigan bir aroqkesh musulmon deydi. Shu tavba qilgan bo'lsa, ya'ni fasiqatning gapiga ishonilmaydi desa, tavba qilgan fasiqdan so'raymiz. Bu aroqning bahasini ichib ol bozorda. Siz o manch qilganida buni desa, shunga ishonmas. Hozir aroq ichayotgan, aroq kesini so'maymiz. U qalayotgan jo'lishi mumkin. Lekin tavba qilgan hozir ahvoli rastchil, solih bo'lgan kishini so'rsak, u burun ashunday aralashgan bo'lsa biladi deb birdi. Ammal khinziru falima marra. Nima uchun qimmat desak, khinzir desak, bu minzabat qiyomatda shuni qimmat dedik. Shundami? Va ammal khamr amda aroq degan misliyatini bilib qiyomatga almış qaldı bu yerda musulmonlar haqida. Fali'annahu mamnu'un min tamlikiha va tamallukiha. Chunki musulmon degan aroqni o'z ilkiga kirgizib, mulk qatorida tutish va boshqalarga mulk qilib berishdan cheklangan. Fastahala al-mithlu fi haqqihi. Cheklangan ekan, uning haqida musulmonga nisbatan misli deydigan narsa yo'q. Fayusaru ila qima. Şuna kıymetini to'laydi. Asli bu haqiqatan misli. Aroq misliyun haqiqatan. Bazarsak o'xshab yo'qmi? Setilayotgan o'xshi bor. Lekin musulmonga nisbatan hukman misli emas. Musulmon uningga o'xshash narsani elib mulkida tutib, yo birisiga ma'vo falon narsani pul deb berishdan cheklangan. Undan keyin musulmonning hukmida bu xamr qiyamiyatga o'xshab ketdi. Şuna onun kıymetini to'laydi. Xuddi masalan zimmining mol-mulkiga tajovuz qilib, buzib o'tib qolsa, shuni qiymatini to'lagandek. Qanday to'laydi? Masalan, islom davlatida yashaydigan zimmining bir ton hariqini to'kayotgan bo'lsa, qiymatini to'laydi. Shunami? Shunga o'xshashlar. İslam davlatiga amonlik qilib, vizalib 15 kunlik kirgan kofirmi zimmiga o'xshash. Bizden kirib 15 kunlik nim qilib yo 1 yillik iqomat qo'yishi xuddi ruxsat qilib amallik elib turgandeklan desak, shu 15 kunlik vizada bir amerikalik kelib uy setib oldi, endi uyning yendiga uy setilgan bo'lsa, o'sha birlik talab qildi masalan. Ayda bo'lsa, bu mustaqmanmi zimmilar o'xshash. Shu amallik muddati bo'lsa, iqomati bo'lsa. Qala wa in hatta al-ba'i'u 'an al-mushtari ba'da thamani saqata 'an ash-shafi'i. Endi biz birinchi qatim savdo bo'lgan pulni berdi dedik. Lekin birinchi qatim savdo bo'lgan chaqda 100 ming ko'yga putishdi. 100 ming ko'yga putish bo'lgandan keyin bu ya tuni chiqib qoldi ya yaqini chiqib qoldi. 50 ming ko'yni tashladi, 50 ming ko'ydan baslar deb bahona 20 tushirib qo'ygan bo'lsa, ya'ni 50 ming ko'y deb qo'yibdi deydi. Ya 10 ming ko'y qo'yatgan 20 ming ko'y 50 ming ko'y shunda qo'yib o'tdim. Qo'yib berdi deydi. Saqata anish shafiya. Undan keyin eng oxirgi baha shu bo'ldi. 100 ming ko'yni, 10 ming ko'yni qo'yib o'tiblam, 90 ming ko'y baslarmi rozi desa, baha nech bo'ldi? 90 ming ko'yga bekidi bu. Undan keyin men shabiga qilib olsam 90 ming ko'y berman. Yo'q, boshda 100 ming ko'y tutishgan, 100 ming ko'y berildi demaydi. Sakata yani aşu ba'du thaman deymiz. Sakata ba'du thaman ani şefiye. Lima taqaddama ennel hatta yeltahiqu bi asl aqd. Biz kitabı bu yoqda o'qib o'tganimizdek bir bahaga tutishib keyin azroq qo'yib bergan bo'lsa, bu qo'yib berishmi asli to'xtamda deyishgandeklam asli to'xtamga bekib ketadi. 100 ming ko'yni baha talishib, yo'q, bermayman, bermayman, 100 ming ko'y deb. Yani ki o silqasını aldım da bunun tonu çıkıp kaldı. Yani vay özedem diykenmez. 90 ming ko'ydan baslar deb plan. 10 ming ko'yni tashlatman. Undan keyin soda 90 ming ko'y. 90 ming ko'y olgan bo'ldi. Shundan murabaha tavliyadimi? 90 ming ko'ylik narsa hisobda muomala qilamiz. Balki masalan sodildi bunda bo'lishi mumkin.
Talın 100 bin koy da bezilsin mi? Öğretmen 90 bin koy ağın bunu. Ondan keyin murabaha ve tevliyadı mı? Vadiyada 90 bin koy ağın alette muamele kılıdı. فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير. Mesela 100 bin koy dep deyişti. Öyünün bahsi 100 bin koy. Hoşnam yaşarken öyüne 100 bin koyga set çıkıp düştü. Ben 100 bin koy dep hamda onun yerimini deptim yani nısf. Yerim bolsun ya ki 10%, 5% kançak miktarda bolsun. Aşında koyup verse, miyade yerimi depti yerim boyunca mahalle hatta nısfa. Yerimini koyup verse. 100 bin koy deyişip lan ken buldu 50 bin koy verse ama razı. Ölüm akşik Allah deplam. Summan nısf. Ken 50 bin koy kalğanın ken kap kalğan 50 bin koyunu mu? Onu mu? Bika kılıyattı. Yani neticede bika bagandek oldu yine. Ya an-nısf müşahada an-nısfıl baqiymiş. Ya ki an-nısfıl ahir. 25 milyon mu yok mu? Ya 100 bin koy işte başta 50 bin koy koyup 50 bin koy basla buldu ben razı. Keyin sizlar bakrak to'lish chiqib qoldi. Ya sizning dadidan ustoz chiqib qoldi. Sizning dadlarni o'qitgan. Mesela voy sizdan planmayın bo'ldi. Deb plan. Aynan işte bulduk hamda. Mesela. Şuna qapqaga 50 bin koyni tashlatdi hozir. Yani bu neticede nima bu hibe. An-nısful ahir desanglar da qaymoqish yo'q bo'ldi. Bu 50 bin koyning 20 bin deb o'ylab qolmaymiz ucha. Aş qapqaga 50 bin koyni shunda alam tashlatdi. Muyunda ahvalda bu hibe desek qanday oldu? Şebilik talep qilmaydi. Lekin bir so'da deyishdi başta biz manchbul degan so'dini shuncha tutib turib, biraz so'da bilan boshlangan eshitib so'da deb muomala qilamiz degan temadan. So'da muomala qilamiz 50 bin koy tashlatib kelsa al-hadd yaltahiq bi asl aqd degan qoida bo'yicha qancha tashlasa 10 bin koy tashlagan 5 bin koy, 20 bin koy, 30 bin koy tashlab ketib eng oxirida 10 bin koy qolsa, eng oxirida qolib qolgan pul shu hisob deyiladi. Lekin pulning hammani tashlasiz shu. Eng oxirida qolib qolgan 10 bin koy hisob. Bekor qilman deyapsiz 10 bin koy hisob. 10 bin koy to'xtam bosma 10 bin koy hisob. Aytadi. Şey bir kılattın da aslında pul almayı bilirse haqiqiy bir qilsa andın buldu. Bir kılattın da bir açıda pul alsa bulmaydı. Satışçıdan lekin İstanbul'dan var, Berlin'den var demek ya, onu çağırıyor. Satışçının ihtiyarı bana oluyor. Ya fakat satması lazım. Ya fakat satmaydı. Ya satsa hoşnut satır. Ya ben sana satmayayım, anı satını diyemeydi. Kitab-ı şifa aslında nima uchun paydo bo'lib qoldi? Xalq odamga sotamaydi. Shu endigi qo'shni haqliq, shirka haqliq degandan kelib chiqdi bu. Bo'lmasa buni o'quvchimaydi biz. Ya, şu so'di bitdimi? So'di bitsa, u qaytarilish ikki taraf bitsa, andin qaytara olish mumkin. Çünkü aldım sattım dep bo'lgandan keyin u yanılmaydı adam. Hozir jamiyat haqli noldan bo'lib ketdi. O'zining lafzini og'zidan chiqqan lafzini hurmat qilmay, o'zining insoniy holatini hurmat qilmagan bo'lib ketdi. Uyni satdim deb bilan yo'q, bermaydigan bo'lib qoldim. Tatinmay, yuzi qizarma deyalaydi hozir. Men o'qtir, nima diqqat qilinglar. Aldım sattım degan so'di, shu so'z bilan so'di bitib ketdi. Mendan necha millionning nimasini so'dim işte o'rliq. Fatvasini so'di. Sizlar na ko'p duch kelib qolish mumkin. Uyni satdi, manch bo'ldi. Hatto hujjatlashibdi. To'xtamlashdi deymiz. Aslida shu og'ziga lafz insonning qimmati lafzda. Og'zidan chiqdimi, bayi bo'ldi, kon tijoratchi buni bayi qilgan deydi. Uningga hech kim g'amqon qilolmaydi. Hozir ham Xitoy ta'sirida to'xtamlash deb hujjatlash degan gap chiqdi. Ma'qul. U yaxshi. To'xtam qilib bo'lgandan keyin şeriatda to'xtam qilishni lafzi hisobda ma'qul. To'xtam qilibdi, tag'in puxtalabdi ma'qul. To'xtam qilgandan keyin o'yining mulki yutilib ketdi. İftaraqan majlisma mulki yutilib ketdi. O'yining esa yo'q, maslahatim o'zgardi, sotmagan bo'lib qoldim deyish yo'q, chunki o'y kimdan? Setib olishim bo'lib ketdi. Sotquchi nima deyalaydi? Pulni basladi, pulni talab qiladi. Aslında hujjat qilib bo'lgandan keyin pulning bir qismini berib, qolgan qismini bankidan appasam bo'ldi deb, shanba kuni bank taqoq deb, dushanba kuni
bankini ochganda qolgan ekib beray desa, maslahatim o'zgarib qoldi. Satmaydigan bo'ldim debdi. Buning qiziq yer taqa. Ajabul ujab. Ahlimdan so'rdim, men satmasam bo'ldi ekan. Bu qanday ahlimlandi? Hamish ixtiyoriy. Kitoblarni bunda ko'zgilmay bu fiqqa, bunda kitobgan ya o'qib bo'lash ta'sir, o'qimay tashlab qo'yganning foizini ko'rgan ahlimlar. Bu so'zi putib bo'ldi, bayi putib bo'ldi, pulning bir qismini olib bo'ldi. Ma ig'zakini hurmat qilma, to'xtamlashdi bu o'jalish, imzo qilishdi. Qanday analaydi bu odam? Men javob berdim bunga, so'ragan kishiga. Yanolmaydi. O'ysildan. Asla, yani pasla o'zining fazli marhamati. Bo'lmasa sizlar faqat bilan shu qapqagan pulni basil bo'ldi. Boshqa hech qanday g'am qildish yo'q. Çünkü bu bazı jinskani obdan diqqat qilmasak 5-6 milyon, 20-30 milyonning uyam-uyamligiga sabab bo'lib qolamiz. Hozir sotlar burunqidek bir o'yini 50 ming koy, 100 ming koy bu narsani olib ketdi hozir. Manch milyonlik dacha, manch ming moya zavod qurmoqchi to'q, manda sotulib ketdi hozir. لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل العقد. 100 ming koyda 50 ming koyni tashlab etgandan keyin bu tashlab etishmi asl to'xtamga o'rnab 100 ming koylik to'xtam 50 ming koyga tushdi. Favajaba alayhi nisfu saman. Shu chaqda shepi necha pul berish kerak bo'lib qolgan. 50 ming koyni bersa uy asham bo'lgan bo'lgan ama falamma hatta nisfal akhar. Yani keyingi 50 ni tashlab etgandan keyin eğer 25 ni tashlab etsa 25 ga to'xtagan bo'lsa 25 ni bas bo'ldi. Baha 25 ga to'xtagan bo'ldi. Lekin bütün hamma pulni tashlab etdi. Kan hattan lil jami'a. Lekin pulni butunlay qo'yib berish, butunlay olmaslikdan iborat bo'lib ketdi. Fala yasqatan. Faqat pulanmayman deb nima ahvolda bu shepining gadindan uçup ketmaydi. U yerim uçup ketib, anıga bakaga o'tgansa, men bakag'ilama deyolmaydi. Ala tara annahu law hatta al-jami'a ibtida'an la yasqutu an ash-shafi'. Qaramamsa dedi. Agar pulning hammani tashlab etib, bikaga bergan bo'lsa, boshdan tortib 100 ming koy debki 50 ming koy tashlab emas, boshdan tortib bikaga berib o'tdim degan bo'lsa, la yasqutu an ash-shafi'. Shafi umunda bikag'lam olinmaydi. Eli şolab qalsa uğu alanmaydı yani. Bikağımı alanmaydı, pulğum alanmaydı. Bikağı verirken ahılda. Şepilik hakkı yok. Lekin öp qalsını çoğun pul örüp ediş lazım buldu. Yine kalmayı soğudunca 100 ming koy değişip boğan iken. 100 ming koy değişip boğan iken hemmini bıraklam taşlab etsa şepi 100 ming koyga ediş lazım. Çünkü şepi birdiğan baha 100 ming koy muqimdilik etdi şu çağ. Lekin başta ibi qilib etdim de şu bu çağda şepilik hakkı bulmaydı. لأنه لا يلتحق بأصل العقد. Çünkü bahani hemen tashlabetgan ahvolda birinchi to'xtamga qaytib bormaydi. Shunami? Nima uchun hemen tashlabetgan ahvolda dastlabki bahoga hisob bo'lmaydi? Chunki bu bay' doirasidan naqsh ketdi, hiba doirasiga o'tib ketdi bu. Shunga biz bay' doirasidagi chaqda shepilik vojib bo'ldi dedikmi? Bay' doirasini shunday qilib, hiba doirasida o'tib ketdi, yo'q to'xtamasa to'xtab turma. Shepilik bilan makshi oladi. Siz alamaysiz deb bunu to'xtaymiz. En ahirgi baha. Lekin baha shunday yo'qolib ketsa, shu yerda to'xtaydi. Ahirgi bahada shepi oladi deydi. Masalan 100 ming koy deb 100 ming koyni gachi tashlatdimi? Ahirgi shu baha necha 100 ming koy. 50 ming koyni tashlab, 50 ming koy qolsa, keyin unda 50 ming koyni tashlatsa, ahirgi baha nima? 50 ming koy. 50 ming koyni tashlab 25 ming koy, keyin 5 ming koy qolib qolgan bo'lib, keyin 5 ming koyni tashlasa, oxirgisi 5 ming koy. Bel yakunu hibatan. Demak, hammani shundan tashlatsa, bu hiba bo'lib ketdi. Fala yasqutu an ash-shafi'. Undan keyin 100 ming koy shepining gadidan chiqib ketmaydi. Chunki bu oxirgi baha. Ana o'shada bir nuqta bor. Yani bahaning hammani tashlatib qolsa, asl aqdiga hisob bo'lmaydi. Eğer asl aqdiga qaytadigan bo'lsa, nima bo'lib qoldi? Hiba bo'lib qoldi. Hiba bo'lib qolsa, shuf'a bo'lmaydi. Shunga 100 ming koy deb bilan 100 ming koy tashlatdim desa, baha 0 degan bo'lmaydi. Shepilik talab qilgan baha nech bo'ladi? 100 ming koy. Yoki nima bo'lib qoldi? Pulsiz savdo degan bu. Pulsiz satdim endi. Pulsiz setish bilamdi? Bo'lmaydi. Pulsiz setish bay fasid bo'ldi dedikmi? Jumhuriyatda batıl bo'lishi mumkin.
Yani bir mezhepte bey fasid oldu. Bey fasid olsa şifa vacip emas. Şifa yok bey fasid. Çünkü şifa deganimiz bir so'di olsa ondan şifa isbotlanadi. So'di olmasa şifa vacip bo'lgan gap yo'qdi. Endi bu bey fasid haram so'da, bu so'dini buzitish lozim, bu so'zni zada iqro qilmaslik lozim, ma'qul emaslik lozim dedik-ku. Undan keyin bu şifa vacip bo'ladi. Ma so'dini hisob qilib turib, ondan ma ikkinchi so'dini qilamiz. Shepining so'disi qilamiz desak, a so'dini obdan chingdab muqimdab bilan bo'libdi deb ma so'dini qilgan bo'lamiz. So'ng unda qilmaymiz. Islom shariatida a so'da befasid bo'ldi, buni zodi mumkin bo'lsa bekor qilib yondirib chuvitish lozim degan. Undan keyin buni pulsiz sotdimiz, befasid bo'ldi. Befasidda shepilik haqqi yo'q. Endi natijada qarasak, befasid bo'lsa shepilik haqqi bo'lmaydi. Ibulab qolsa shepilik haqqi bo'lmaydi. Natijada qarasak, shepining haqqini asta yo'qotishdan iborat bo'lib qoldi. Shay bordi. Shuna pulni hammani shundan tashlasa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Yani bey degan dairada to'g'ri bo'lmaydi. Ibi bo'lishi mumkin. Lekin bey desa sahih bey bo'lamda bo'lmaydi. Sahih bey degan mabiba, pulba, ijab bo'l qilamiz, joyida bo'lsa sahih bey bo'ldi. Yani sahih bey uchiq chiqmadi deymiz. Undan keyin bu nimadan iborat? Bunda natija qarasak, bey bilan dabir boshlab, keyin ayrılib bir to'lg'ab bilan boshqa narsani chiqarib qo'yishga iborat. So'zlashimiz deb o'tirablam, shapini ko'zini bo'yablam, so'zlashmoqchi deb o'tirablam qilib, qachida ki oyog'ida sizga beryaptim, istablam qo'pqandek bir ish. Sizga beryaptim desa, bo'lib ketdi. Ya pulsiz berdim sizga, pul olmayman, sotdim desa, befasid bo'ldi. Befasid bo'lsa, shepiga vojib bo'lmaydi. Ya ikkili ahvolda shepi hozir o'yin talab qilinmaydi. Navoiy shepining haqqini hozir bekor qilib o'tishga biz o'yin o'ynayotgandek bir ahvol bor. الثمن لا يسقط الثمن عن الشفيع. Yani şu el-cemi'ni tüliş lazım dedi. El-cemi'ni tülmesen buldu mu biz? Dike yerimin taşlarken boğazça, yerimin tüleyse yerimin gerdanından çıkıp etti dedi. Hazır hemmesi düşmeydi o. Hemmin tüleydi o dedi. Şuradan başta soğukluqda akırın bolsizlik verildiğinde toplasa animiye kadar zirayet edeceğim baba. Çünkü bu adam yaşayıp yapmanın altlarında Müslüman olmayı çok okuma. Bu adam ben görüntüm deyişen aşağı beni ki bu okunu yok vatamayız. Bir oyunu hibe qilib boshqa bersa, muavada maliya sharti bo'lmagan ekan, shebiga talab qilinmaydi dedi. Undan ekan boshda so'zlashdik deb boshlab bir baho bekitma, baho bekitgan chaqdama shebining haqqi vojib bo'ldi dedi. Kim buni o'zgartirib bilamg'achi hibe qilaman desa, yo'qmisha to'xta. Siz shebining haqqi hozir isbotlanib bo'ldi, buni bekor qilinmaysiz deymiz. Pulsiz soda. Mesela makalanı sizge sattım, kullanmayma. Sattım, kullanmayma. Pulsiz sattım, pulsiz. Mehrisiz nikahla verdim. Çok olmaz. Pul, mehr bulaş lazım. İki ihtimaldan halimas tutup. Ya hibe oldu bu. Mezmunu qarab. El-ibra fil uqud lil maani desak, nima bu hibe? Hibe olsa şifa vacib bo'lmaydi. Muavada maliya yo'qdi. Shefilik haqqi satsa, pul olsa andin vacib bo'ldi degan. Bu hibe bo'lganiga vacib bo'lmaydi dedim. Yani ikkinchi bir ehtimol bor. Bu soda. Lekin pul olmagan soda. Sodalar pul olmasa, pul degan narsa bo'lmasa nima bo'ldi? Befasid bo'ldi. Bu qanda soda deyarimiz. Nimaga asosan? Lafziga asosan desa, başlamasan bir baha bekitib kenandın bakabadım degandek nima bo'lsa, bu so'zlashqanti deb qas, yani bu ikki ehtimolda bekor demakchi. Manda desangmi bekor, unda desangmi bekor. Yani azroq ehtimol bo'lsa-mu, buni so'da desakmi bo'ldi deb qildigan odam bo'lib qolsa, biz shuni raddiya qilish uchunmi hamma yani chingdab unda etimiz dedi. Baha şununla to'xtalmaydi deydi. Asl aqd 100 ming koy. So'd 100 ming koy. Yani 100 ming koy so'dlashib, buni masalan to'xtamlayzib, ochqini
topshirib berganingiz bir qancha bo'ldi. Pul sanalgancha bo'ldi. 90 ming ko'y baslar 10 ming ko'y tashlatdim dedi. Yaltahiqu bi asl aqd desak, burun deyishgan 100 ming ko'yga 10 ming ko'yga tushayga berib bilan 10 ming ko'yni shartda tushirib 90 ming ko'yga qoldirdi. Asl to'xtamni qaytib oladi 10 ming ko'y. Undan keyin to'xtam nech pul o'tgan bo'ldi? 90 ming ko'y o'tgan bo'ldi deymiz. Ya o tashlatish kim bo'ldi-ku? Kim bo'lsa-mu, asli qaytib bilan burunda puldan tashlatgan bo'ldi. Yani bu yerda ikki ehtimoldan ijro qilamiz. Ya bay fasid, hatta bay batil deyish mumkin. Ma jumhur batil deydi. As-saman bo'lmag'achqa. Ha biz ar-rukn al-ijab al-qabul desak, biz bay fasid deymiz. Ya bay fasid oldu li adam vujud as-saman. Yani bular aşı maqsad qilgan aslida. Siz setish maqsad qilgan. Bundan sodiqligimiz da bu tag'in aslida. Asl maqsad shunda. Yoki ma'qul keyingi ahvol qarab hiba deyapti. Lekin aslida tijorat qilishda. Yani keyin hiba desak, asl aqd lit-tijara bo'ldi. Ma hiba degan gap 50 mingga tashlatgandek asl aqdiga berib, qachon o'zgartirib o'tmaydi. Masala shu. Imamga eng oxirda to'xtalgan eng az baha shepe to'laydigan baha shu. Wa in zada al-mushtari fi ath-thamani la yalzamu ash-shafi'a. Ma'u yuqorqi masalaning aksi. 100 ming ko'p tushgandan keyin setib oluvchi sodi tutib bo'lgandan keyin setib pul sanab berayotgan chaqda 10 ming ko'y yana ketib berdi. La yalzamu ash-shafi'a. Shepi o 10 ming ko'yni qo'shib setilish kerak emas. Asli to'xtam bo'yicha 100 ming ko'y shu hisob. La yalzamu ash-shafi'a nima az-ziyada. Yani la talzamu ash-shafi'a az-ziyadatu deymiz. Yoki la yalzamu ash-shafi'a al-akhdhu biz-ziyada desak bo'ladi. Yalzam degan muzakkar holatda to'g'ri chiqadi. Undan keyin ijmo bilan dastlab tutishgan bahada oladi. Keyingi qetib qo'ygan ortiqqa shepi uni ba'mizin bo'ldi. Nima uchun? Shepi 100 ming ko'yga shaxs bo'lgan. 100 ming ko'yga deb deyishgan chaqda 100 ming ko'yga shaxs bo'lgan va yani shepini yanchiqida yani 10 ming ko'yni ortiq chiqarib ishini odam o'zi qalbidan qila olamda. 10 mingga ortiq berdim deyishi xuddi nimadak shepini yanchiqida 10 ming ko'yni ortiq chiqarib bagizgandek bir ahvol. Uni qila olmaydi. Emas. Lihtimali أنهما تواضعا على ذلك إضرارا بالشفيع. Çünkü bu yerde bunda bir ihtimal var. Yaman niyet, ziyan uruş niyeti bulab qilish ihtimal var. Bu da şefi men olma deb to'g'anchalik qachida qiyishib turib anini satdi. Setib 100 ming ko'ygan qachida ma şefi ma olma uni deb turish qilam mushtari qilib kelib tutishib. Men yani 100 ming ko'y qetib 200 ming ko'y qilayotgan bo'lay. 100 ming ko'yni qetibnim qilsa, bu chaqda men 200 ming ko'y bo'lishim lozim. 200 ming ko'y 100 ming ko'y asli uning bahsi 100 ming ko'y ishkelim bo'lishidan. Bu qo'ymachilik bu. Saxtlik. Bu yerda cho'ng bir ehtimolda shafiq ziyon urishga tutishgan bo'lishi mumkin. Tavada yani ittafaqa alada. Bi xilafil hatt li'annahu naf'un lahu. Lekin bahani tashlab o'tishi shafiqga foydali ish shu. Shepinin anchiqida qoladi u pul. Undan keyin ziyon urishda ikkidan tutishib bilan shepiga ziyon uranmaslik kerak. Qala va in ikhtalafa fi ath-thamani. Hamda bu yerda shepilik aqli olmoqchi shu o'yini. Qolgan chaqda baha ikki xil chiqyapti. O'yini setib olgan kishi men 200 ming ko'y olgan bo'yni deb turdi. Shepi yasli 100 ming ko'y qoldi buni. Meni xabarim bor deb turdi. Ikki xil bo'lib qoldimi? Setib oluvchi 200 ming ko'y oldim dedi. Shepi 100 ming ko'yga setib oldi, buni xabarim bor dedi. Bu ahvolda kimning so'zi hisob desa fal qawlu qawlul mushtari. Setib oluvchining so'zi hisob. Lekin hisob bo'lishi uchun qanday qilish lozim? Qasam ichishi lozim. Boshqa 3 mazhabda shunda qaraydi. Al qawlu qawlul mushtari ma'a yaminihi deydi. Qasam ichib men 200 ming ko'yga olgan vallahi desa, shuning so'zi hisob. Vel bayyinatu ash-shafi'i. Endi dalil isbot akilib qolgan ahvolda shafi' dalil isbot to'xtamning suratidan bizga guvochilni akeldi. Akab qolsa
Şefiyanınki delil ispatı aldın orun turdu. Belki 200 ming setib olgan degan setib oluvchimi u delil ispatlar kelgan bo'lishi mumkin. U 2 guvohchi keldi, mana 2 guvohchi keldi. U 2 guvohchi ekranimizda bu hisob. İkili taraf 2 guvohchi kelib qolsa şu. Şefiyanın guvohchisi şu hisob, şunun ispatı şu hisob. Müşterinin hesab qilmaymiz dedi. Lekin qasam issa anınki qasami bilan so'z hisob bo'ldi degandi. Ya da hazır delil ispat bo'lmasa qavlul mushtari ma yamini nima ikili taraf bayina kelinmay quruq da'vo qilish al qavlul mushtari ma yaminihi li'annahu munkir va shafi' mudda'i dedi. Wal bayyinatu bayyinatu shafi' yani mawa ikili taraf bayina kelib qolsa kimniki hisob qilinmas? Shafi'ning bayyinasi hisob. Chunki shafi' mudda'i da'vogar. Beyyine bo'lganda qasamga urmaslik mumkin. Chunki hadisda al-bayyinatu alal mudda'i. Hadis bo'yicha asab beyyine kelindi, da'vogarning beyyine kelsa dedi. Bu beyyine keldi. Akasi uni qasam qilgan, siz beyyine keling demaymiz. Ondan karimiz yo'q. Mush hisob. U nechi beyyine nechi qasam qilsa bika. Sizlar beyyine kelmagan ekan, aningga qaraydi. Qasam sizlar, qasam ishdi, hisob. U beyyine kelib qolsa, taxmin hisob bo'ldi. Lekin mavamda 2 bayina olib qolsa, bayinat shafi' qoida bo'yicha shu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i dedi. Bayina kim akasi shu hisob bo'ldi, shafi' akasi hisob bo'ldi. Tamam, bayina keldi hisob. Mudda'i alay bayina akramdu, qasam qilamdu, undan karimiz yo'q. Sherima mudda'i bo'larmisan? Bu bir xil mudda'i desa, o chaqda bayyinatul mushtarimi hisob bo'ldi deyish mumkin. Ba'zi ulamolar shuni degan. Va kitobda lekin Şefiyanınki beyinisi şu hisob. İmam Abu Hanifa ve Muhammad rahimahumullah shunda degan. Abu Yusuf sizgandek bayinatul mushtari degan. Çünkü 11 xil da'vogar yedda'i ziyada. Lekin İmam Şafii ve Ahmad ikkalan bayina hisob emas, bayinatul mushtari hisob emas, qavlul mushtari ma'al yamin degan. Yani müşterinin beynisi olsun ona kötü deyimiz. Qasam issang degan hesap deyimiz. Yani onun mudda'ali hisobida qaragan. Ama Hanifi mazhabda İmam Abu Hanifa ve Muhammad shunda deb qarda İmam Abu Yusuf'ning qarshi ekanini maktabda. İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayh al-bayyina bayyinatul mushtari deydi. Nima uchun? Chunki mushtari yo'da ziyodani isbotlayma demakchi. Yedda'i az-ziyada 100 ming emas 200 ming bu deb da'vo qilayotgandek bir ahvol bo'lg'achqa buning dalili isboti hisob bo'ldi degan. Ama İmam Abu Hanifa bilan Muhammadning qarashida Shafi'ninki bayyinasi hisob li'anna Shafi'a yedda'i istihqaq ad-dari 'inda ada' al-aqal. Chunki bu yerda Shafi'ning da'vogarlik sufati sal ig'ir bosidi. Shafi nima da'vo qildi azar? Men bu sho'yni eng tuvan bahada erish haqliq deb da'vo qilayotgandek bir ahvol. Yani 100 ming ko'yga erish haqliqman da'vo qilayotgandek. Mushtari 200 ming ko'yga olsang bo'ldi deb turayotgandek. Vel bayyinatul mudda'i. Bayyina degan kim keldi shariatda? Al bayyinatu alal mudda'i dedi hadisda. Vel mushtari yunkiru zalik. Al mushtari 100 ming ko'y deganni inkor qilib, 200 ming ko'y deb turgan bo'lg'achqa vel yaminu ala man ankar. Yoki vel yaminu alal mudda'i degandek hadislar kelgan bo'lg'achqa qasam shunga kelib natijada vel qawluhu ma'a yaminihi bo'ldi. Yani hisob qildigan so'z mushtarininki so'zi qasam ishib qolsa hisob bo'ladi deydi. Makinki masaldimi? Shafiy hujjat qilsa hujjat hisob. Shafiy hujjat ekanmiz shu mushtarining qasami bilan so'z hisob. Mushayichi bo'lsinmikan? Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.